Yo'l harakati xavfsizligi sohasida raqamlashtirish va aholiga qulaylik yaratish jarayoni izchil davom etmoqda. Yana bir muhim yangilik: endi siz avtotransport vositasini xarid qilgan bo'lsangiz, davlat raqamini olish uchun tegishli idoralarga borishingiz shart emas. Qanday olamiz deysizmi? Juda oson. Onlayn tarzda ro'yxatdan o'tib, davlat raqam belgisini yetkazib berish uchun ariza qoldirsangiz kifoya. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator farmon va qarorlari asosida aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishda qator qulayliklar yaratib kelinmoqda. Shu o'rinda yo'l harakati xavfsizligi xizmati tizimida ham, ya'ni fuqarolarimiz uchun davlat xizmatlarini ko'rsatishda bir qator yangiliklar joriy etilgan. Bunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yildagi 321-sonli qaror talablari asosida yangi xarid qilingan davlat raqam belgilarining, ya'ni fuqarolarga yetkazib berish xizmati yo'lga qo'yilgan. Ushbu xizmatda, ya'ni fuqarolarimiz maxsus mobil ilova orqali yangi xarid qilingan transport vositalari uchun istalgan davlat raqam belgilarini buyurtma berishlari mumkin bo'ladi. Ushbu jarayon to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, bunda inson omilisiz, fuqaroyimiz hech qanday bog'lanishlarsiz faqatgina maxsus ilova orqali buyurtma berishlari mumkin bo'ladi. Fuqarolar murojaat qilgandan so'ng fuqaroning qo'lidagi hujjatlari, masalan, qayd etish guvohnomasini almashtirish uchun, unga tegishli davlat raqam belgisini almashtirish uchun murojaat qilishadi. Oldi-sotdi shartnoma, hisob ma'lumotnomasi, auksion bayonnomasi shu kabi hujjatlar bilan murojaat qiladi. Fuqarolarimiz murojaat qilgan vaqtida unga tegishli bo'lgan hujjatlarni olib, tekshirib, qayd etish guvohnomasi bilan transport vositasini mosligini solishtirib, to'g'ri bo'lgandan so'ng planshetimizga bosqichma-bosqich kiritib boriladi. Fuqaromizni o'sha hujjatlar to'liq kiritib bo'lingandan so'ng unga invoys qilib to'lovlar amalga oshirish uchun hisob raqam jo'natiladi. Fuqaro o'sha kassaga yoki har xil to'lovlarda amalga oshiradi. To'lov amalga oshirib bo'lgandan so'ng davlat raqam belgisi va kerakli hujjatlari bilan ichkaridagi inspektorimizga murojaat qiladi. U yerda hujjatlarni ko'rib, tekshirib, qabul qilinib, egasi bilan qo'l qo'ydirilgandan so'ng to'g'ri bo'lsa, keyin uni texpas chop etishga beriladi. To'g'ri bo'lgandan keyin texpas chop etib chiqarib, davlat raqam belgisi fuqaroga taqdim etiladi. Ariza qoldirish vaqtida o'zingizga qulay bo'lgan muddat 1, 3 yoki 5 kun oralig'idagi vaqtni tanlaysiz. Mas'ul xodimlar davlat raqam belgisini uy manzilingizgacha yetkazib berilishini o'z zimmalariga olishadi. Bu jarayon o'z-o'zidan fuqarolarning vaqti behuda o'tmasligiga, turnaqator navbatlar yuzaga kelmasligi va eng asosiysi korrupsion holatlar avj olmasligiga zamin yaratadi.